To'y xursandchilik, to'y mamnuniyat, to'y didor munosabati, to'y yaxshilik fursati, to'y azob, mashaqqat, g'am va g'ussa, qarzga botish, yillar davomida qullik emas. Islom ummatini asosiy maqsadlaridan bittasi to'y qilib berish emas. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Al-judu min mavjud va la nukalliful mafqud. Borini oldlaringizga tortiq qilamiz, yo'g'iga mas'ul emasmiz, yo'g'ini keltirmaymiz deb Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom isrofgarchilikdan bizlarni qaytardilar. O'zlari hayotda isrof qilmadilar. Sahoba ikromlarni ham shunga o'rgatdilar. Alloh taoloni ko'rsatmasiga so'zsiz amal qilardilar. Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yeb ichinglar, lekin isrof qilmang. Alloh taolo isrofgarlarni sevmas degan oyatga amal qilib, ilohiy muhabbatga sazovor bo'lish payda edilar Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom. Bizlar ham u zoti bobarakotni izlaridan borib, imkon qadar to'ylarni ixcham o'tkazishimiz kerak. Imkon qadar ma'raka marosimlarini qisqartirishimiz kerak.